Oldin ham shunga o'xshagan tadbirlarda qatnashganmisiz? Bugun nima narsa o'zgacha bo'ldi? Qariyb oldin ham ko'p bunaqa tadbirlarga qatnashganman, lekin bu Mavludaxonni Instagramdan topganimga endi bir hafta bo'ldi. Bir haftaning ichida kitobning prezentatsiyasi haqida eshitdim xolos. Keyin shu bilan podkastga kirdim, gruppasiga kirdim. Nima deydi, Allohga tavakkal, balki meni odamim, menga kerakli odam shekilli degan nimada to'lov qildim, srazi taqdimotga keldim. Menga juda yoqdi, mo'shni energiya olib ketyapman. Aytyapman, bunaqa tadbirlarda ko'p bo'lganman, lekin bu o'zgacha. Nimasi bilan o'zgacha bo'ldi? Bunda energiya boshqacha, bilmadim. O'ta boshqacha. Aynan shuning uchun kelish kerak edi degan fikr qaysi payt sizni xayolingizdan o'tdi? Men aynan shuning uchun kerak ekan, kelishim kerak degan nimada o'tirganimda, ayollar natijasini ko'rganimda keldi. Adashmaganimni bildim. Keyingi tadbirlarga kelmoqchi bo'lgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Albatta kelinglar. Albatta kelinglar. Men 53 yoshimda kelishdan oldin menga kechlik qilmaganmikin degan nimada keldim, lekin mendan kattalar ham borligini ko'rib, adashmaganiga yana bir marta amin bo'ldim. Hammaga tavsiya qilaman. Kelishsin. Rahmat.